O'zingizga qiyin qilyapsiz. PUBG akkauntimga 100 so'm bering. 100 so'mga hozir pulim yo'q. Unda mana buni oling. Xohlaysanmi 200 mingga men 16 ming so'm beraman. Qanday qilib? Telefonga qara. Google yoki Yandexga Buldrop deb yozib olamiz. Buldrop saytiga kirgandan so'ng birinchi bo'lib ro'yxatdan o'tamiz. U yerda hisobni to'ldirish bor. Masalan, hisobimizni 200 ming so'mga to'ldiramiz. To'ldirib olganimizdan so'ng promo kod degan joyga oyat deb yozamiz va hisobimizga 20% qo'shib beradi. Karta raqam va amal qilish muddatini yozib hisobni to'ldiramiz va Buldrop saytiga qaytib o'tamiz. Buldrop saytida faqat PUBG Mobile emas, Stand Off va Case 2 o'yinlari ham mavjud. Masalan, biz PUBG o'ynaymiz va PUBG ga kiramiz. Bu yerda har xil case'lar bor. Kelinglar sizlar bilan hozir biz 5000 UC ga case aylantirib ko'ramiz. Qancha berishini bilib olamiz. Xo'p, mana aylanyapti. Yo'vasi bo'lma, mana 5000 UC ga biz 6000 UC qo'yib oldik va pulimiz 2% ga oshdi. Xullas, jigarlar mana shunaqa qilib ko'paytiramiz. Ko'paytirib olgandan so'ng chiqarib olish tugmasiga bosib turib, ID karta va qancha chiqarishimizni yozamiz. Chiqarib olish tugmasini bosganingizdan so'ng avtomatik o'zi chiqarib beradi. Xullas 100 da olib yozarsan. Yozaman.